Dushimiz ham bitdi. Akvadan bo'ldik. Devori qattiq PVHdan hali rezinlarni qo'yganimiz yo'q. Samokleyvichniy PVH. Orqasida kley bor, yaxshi yopishgan bu ham. Kapilga ham zo'r yopishgan. Mana bu Aristonni o'rniga shuni qo'ydik. 600 mingga oldik. Bu Aristonning nimasi yaxshi? To'kni ekonom qiladi. Suvni ochgandan beradi mana. 38 gradusga qo'yilgan, hozir 25 gradusga chiqdi. Mana bo'lsa 40 gradus, plyus bo'lsa mana 40 gradus. Harorat ko'tarilib, o'zi birdaniga issiq farq beradi. Mana bular issiq beryapti. Bir xil stabilni 40 gradus beraveradi mana. Temperaturasi 40 beradi. O'chirgan payt birdaniga o'chadi bu ham. Suvni o'chsa o'chadi. Bu to'kni juni ekonom qiladi. Ya suvga ham yaxshi. Buni o'zining komplektida mana uzosi bor, uzo. Uzo degan narsa bilmaganlar uchun mana bu spiral yorilib, yo'g'masa zamikayna bo'lib to'k suvga qochsa, bu qaytarib beradi uni. Bu testlarda ham sinab ko'riladi. Lekin 7 kilovat to'k tortar ekan bu. Juda katta to'k tortadi, shuning uchun orqasiga 16 lik sim qo'yilgan. 3 16 lik sim tortib kelingan. Alohida avtomatlar qo'yilgan. Buning uchun 40 lik avtomat bo'lishi kerak kamida. Keyin mana bunimiz tahorat qiladigan joyimiz. Tahorat qiladigan joylar mana birdan isib beradi ham. 34, 35 ko'tarib beradi. Bu tahorat uchun. Tahoratga keyin bitta narsani qilganmiz, mana turba qo'yganmiz, yuzlik turba. Suv to'g'ri boradidagi turbada aylanadi suv. Qaytib odamga sachramaydi. Bu yoqdan borgani ham shunday boradidagi aylanib suv odamga sachramaydi. Ariston qo'yilsa, so'lchin 80 lik ariston qo'yilsa, 80 litr suvni isitib, yaxlab isitib turaveradi. Bir xil miqdorda ushlab. Mana bu yerda taraf qiladigan joyga alohida olib kelinsa, u aristondan misol uchun 3 metr joy bo'lsa, 3 metrda turbaning sovuq suvi chiqib ketib, joyiga issiq suv kelish kerak. Suv ham isrof bo'ladi. Bunda birdan isitib beradi. Birga bir yana 1 metr. Bunaqasi ham 1 metr mana. Bir kishiga normal cho'milishga. Demak, обязательно qo'yish kerak. Tashqariga ham shu rakovinadan qo'yilgan. Birdan isitib beradi suvni. Bu agar ariston 10 metr nariyoqdagi aristondan issiq suv tortib berilsa, issiq suv o'sha 10 metr turbada issiq suv ham 1-2-3 litr bo'lsa, o'sha suv ham isrof bo'ladi, to'k ham isrof bo'ladi-da. Bu holatdan tomoniga buriladi.